Bundan 8 yil oldin o'g'irlab ketilgan malayziyalik ruhoniyning rafiqasi politsiya va hukumatga qarshi sudda g'alaba qozondi. Bu voqeani esa endi butun mamlakat muhokama qilmoqda. Raymond Koch 2017-yilda poytaxt Kuala Lumpur chekkasida niqobli odamlar tomonidan o'z mashinasidan tushirilib, o'g'irlab ketilgan. Uning qayerda ekanligi mana 8 yildirki noma'lumligicha qolmoqda. Ruhoniyning oilasi esa uzoq vaqtdan beri uni politsiya olib ketganini ta'kidlab keladi. O'tgan hafta Malayziya Oliy sudi ruhoniy o'g'irlab ketilganini tasdiqlab, buning uchun sudya hukumat va politsiyani aybdor deb topdi. Oradan 8 yil o'tib, ish yuzasidan Malayziya sudi birinchi marta bunday qaror berdi. Sud shuningdek davlat kamida 31 million ringgit, ya'ni 7.4 million dollar tovon to'lashni belgiladi. Bu bedarak yo'qolgan Kochning oilasiga topshirilishi kerak bo'lgan kompensatsiya. Yakuniy summa Malayziya huquq tarixidagi eng katta jarima summasi bo'lishi kutilmoqda. Qaror qabul qilingandan keyin ruhoniyning rafiqasi Suzanna Liu hissiyotli nutqida jurnalistlarga shunday dedi. Biz juda xursandmiz. Adolatli va halol hukm borligi uchun Yaratgandan minnatdormiz. Bu pastor Raymondni qaytarib bermasa ham oila uchun oqlanish va ish yopilishi degani. Biz ushbu kurash va hukmni rahim shafqatli, jasoratli odam bo'lgan pastor Raymond Kochga, zo'rlik bilan yo'qolganlarning barcha qurbonlariga bag'ishlaymiz. Ruhoniy Kochning g'oyib bo'lishi jamoatchilik faollaridan biri Amri Chematning o'g'irlanishi bilan birga Malayziyani anchadan beri qiziqtirib kelmoqda. Ikkala holat ham 2016-yilning oxiri va 2017-yilning boshlari oralig'ida bir-biridan bir necha oy o'tgach sodir bo'ldi va jamoatchilikning qizg'in muhokamasi, tanqid va xavotirlarga sabab bo'ldi. Biroq ruhoniyning ishi salavhalarda anchagina ustunlik qildi. Chunki uni kuppa-kunduzi odamlarning ko'z o'ngida o'z mashinasidan tushirib o'g'irlab ketishgandi. Hattoki video kuzatuv kameralariga ham bu holat tushib qolgan. Ikkala oila ham erkaklari politsiya tomonidan olib ketilganini aytgan. Biroq politsiya buni doimo rad etib kelardi. Ikki erkakning g'oyib bo'lishi ikkita katta tergov boshlanishiga sabab bo'ldi. Biri Malayziyaning inson huquqlari bo'yicha komissiyasi, ikkinchisi hukumat tomonidan o'tkazildi. Oxir oqibat ikkala tergov ham erkaklar musulmonlar aholisining aksariyatini tashkil etuvchi Malayziyada islom diniga tahdid sifatida qabul qilingani uchun politsiyaning maxsus bo'limi tomonidan o'g'irlangan bo'lishi mumkin degan xulosaga keldi. Koch musulmonlarga prozelitizm, ya'ni ularni o'z dinidan boshqa dinga o'tkazishga urinishda gumon qilingani uchun nishonga olingan. Uning oilasi esa buni rad etadi. Faol Amri Chemat esa musulmon shia ekanligi sababli shubha ostiga olingan bo'lishi mumkin. Chunki Malayziyada islomning sunniy mazhabiga ko'pchilik e'tiqod qiladi. Raymond Koch va Amri Chematning rafiqalari davlatga yetkazilgan zararni undirish va rasmiylarni erlarning qayerdaligini oshkor qilishga majbur qilish uchun alohida sudlarga murojaat qilishdi. O'tgan hafta chorshanba kuni Oliy sud politsiya xodimlari, Malayziya qirollik politsiyasi va Malayziya hukumatini Kochni o'g'irlab ketish uchun javobgar deb topdi. Sudya Liu xonimga ruhiy iztirobi uchun bir necha million dollar mukofot berishdan tashqari, Kochning g'oyib bo'lgan har bir kuni uchun u o'g'irlab ketilgan paytdan boshlab va u turgan joyi ma'lum qilingan kungacha 10 ming ringgit, ya'ni 2385 dollardan to'lanish haqida ham qaror qabul qildi. Sudya hukmiga ko'ra tergov qayta boshlanishi, Kochning qayerdaligi aniqlanishi kerak. 5-noyabr holatiga ko'ra zararning umumiy miqdori taxminan 31.8 million ringgitni tashkil qiladi. Liu xonimning advokatlariga ko'ra, yakuniy ko'rsatkich Malayziya tarixidagi eng katta kompensatsiya to'lovi bo'lishi kutilmoqda. Pullar bankka topshiriladi. Liu xonim va uning bolalariga foydalanish huquqi beriladi. Oliy sud sudyasi Amri Chematning o'g'irlanishi uchun ham hukumat va politsiyani javobgar deb topdi. Liu xonimning da'vosiga qaraganda kamroq jinoyatlarni ko'rsatib, sudga da'vo qilgan Matning rafiqasiga taxminan 3 million ringgit pul beriladigan bo'ldi. Mening g'amginligim saqlanib qoladi, chunki turmush o'rtog'im Amrining qayerda ekanligi noma'lum. U tirikmi, o'lganmi yoki sog'lig'i yaxshimi degan savollar haligacha javobsiz. Biz chin dildan umid qilamizki, aybdorlar qilgan ishlari uchun albatta javob berishadi. Biroq Malayziya bosh prokurori palatalari ikkala qaror ustidan ham shikoyat qilishini ma'lum qildi.